Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Urganch shahrida Boran zapravka yanında Sevinch magazining yanında 200 kvadratli tashkentskiy variantda solingan hovli joy sotib olib qo'yildi. Срочный arzon narxda birgalikda tanishib o'tamiz. Yine ko'rib turibsizlar, bu yon tarafimizda yana Atiz ishning girib solingan tashkentskiy uslubda, bu yon taraflari keng tushgan. Bismillahirrohmanirrohim. Gele başlayana betonat ko'ptalar mashina qo'yish uchun mestamiz bor, nazelyan zonasi bor. Devereklarni zabor bilan beklangan. Seshan qismi bilan tanışaveramiz. Gele başlayan şimdi katta dalan. Katyol şöyle o'rnatilgan, patologlarımız ishlangan. Uzunasına 12-13 metre çıkadı, yerine 4,5 metre çıkadı. Çap kolumuzda zal. Registrler o'rnatilgan. Аккуратный fonda bir zal, ikki spalni tushgan, orqa tarafimizda 6 zamba. Berimiz spalni. Oynalarimiz ko'chaga qaragan. Berimiz oshxonasi. Oshxonasining keng tushgan. Berimiz kattalar spalnisi. Sanuzeli. Berimizde yine Atiz. Yanında to'xona met qo'yibdilar. Hojatxona, ko'chaniki. Yurtdoshlar bahosine keladigan bo'lsak, 600 million so'm xayrna qaytib beradilar. Arzon qo'yildi, срочный sotuvga qo'yildi. Ekrandagi nomerlarga chiqaverasizlar. Sog' omon bo'linglar, ishingizga omad.